Olimlar va janoblar, bugungi darsda siz gap tarjima qilish uchun shunaqangi oson, lekin judayam kuchli bo'lgan bir qoidani o'rganasizki, ushbu qoidani gap tarjima qilish faoliyatingizga singdirganingizdan so'ng har qanday gapni o'zbek tilidan ingliz tiliga bemalol xatolarsiz birinchi urindanoq tarjima qilishni boshlaysiz. Hattoki umuman gap tarjima qilishni bilmaydigan yokida millionta xatolar bilan gap tarjima qiladigan o'quvchilarim ham bu qoidani o'rganib, uni ishlatishni boshlagach, birinchi urinishdan gaplarni to'g'ri tarjima qilishni boshlashgan va siz ham ulardan mustasno emassiz. Ko'p gapirmasdan qoidaga o'tamiz. Demak, oltin qoidamiz bizni 4 ta punktdan iborat ekan. Birinchi punkti bu gap turini aniqlash. Demak, gap turi bizda 8 taga bo'linadi, ya'ni 8 xil gap turi mavjud. Holat gap, harakat gap, daraklinkor gap, so'roqlinkor gap, bosh gap va ergash gaplar. Ana endi men mana bu holat gap bilan harakat gapni farqini tushuntirsam. Demak, holat gapda siz aytishingiz mumkin. Men o'qituvchiman deb aytishingiz mumkin. Tushunish uchun eng oson misol, harakat gapda men o'qitaman deb aytasiz. Demak, farqi mana shunda. Ya'ni harakat gapda nima qilmoq so'rog'iga javob beradigan so'z bo'lishi kerak, ya'ni fe'l bo'lishi kerak. Holat gapda bunaqa so'z bo'lmaydi, ya'ni fe'l bo'lmaydi holat gapda. O'qitmoq, o'qitaman, nima qilaman, nima qilmoq so'rog'iga javob beradi. Shuning uchun ham men o'qitaman degan gap bizda harakat gap hisoblanadi. Lekin men o'qituvchiman degan gapda nima qilmoq so'rog'iga javob beradigan so'z yo'q. Shuning uchun ham bu holat gap hisoblanadi. Demak, birinchi navbatda biz mana shu birinchi punktni aniqlab olishimiz kerak. Gapimizning turini aniqlab olishimiz kerak. Ana endi ikkinchi punktimiz. Demak, gapdagi so'zlarga so'roq berib, gapni qismlarga ajratib chiqish deyapti. Ikkinchi punkt eng muhim punktlardan bittasi, chunki bu punkt yordamida biz gapimizni formula asosida to'g'ri yozay olamiz. Ya'ni to'g'ri ayta olamiz, to'g'ri yoza olamiz. Demak, mana bu qovus ichidagi narsalarni, so'zlarni gap deb olaylik, gap deb hisoblaylik. Tabiiy ravishda bu yerda har xil so'zlar berilgani tushunarli bo'lishi uchun. Lekin gap deb hisoblasak, biz mana shu gapni nima deyapti? Gapdagi so'zlarga so'roq berib, gapni qismlarga ajratish kerak. Demak, gapdagi so'zlarga so'roq berish. Jamshid so'ziga so'roq bersangiz, Jamshid so'ziniki kim bo'ladi so'rog'i va bu subject bo'ladi, ya'ni ega bo'ladi. Agar tepada formulaga chiqadigan bo'lsak, formulada bizda mana o'sha as subject ega kim nima qayer. Mana bu kim so'rog'i aynan shuning uchun ham pastga yozilgan. Mana o'sha kim so'rog'i. Tushuntira oldimmi? Demak, oyna so'zining so'rog'i nima bo'ladi va u noun. U subject bo'lishi ham mumkin, u noun bo'lishi ham mumkin. Endi bu yerda noun qilib belgilaganmiz, to'g'rimi? Demak, agar tepaga chiqadigan bo'lsak formulada mana o'sha nounimiz ot, nima so'rog'i turibdi bu yerda. Demak, pastga tushadigan bo'lsak bizda yana maktabga so'zi bor. Maktabga so'zi qayerga so'rog'i bilan belgilangan. PL ya'ni place, o'rin, joy. Agar tepaga chiqadigan bo'lsak, formulamizda bizda mana o'sha bor. PL. Mana o'sha PLimiz. Place, o'rin, joy. Qayerda, qayerga, qayerdan, qayerni so'roqlarga javob beradi. Ya'ni mana bu formulada har bitta elementning o'rniga so'z kelishi kerak. Tushunarli? PL ni o'rniga keladigan so'z yo qayerga, yo qayerda, yo qayerdan, yo qayerni so'rog'iga javob beradigan so'z bo'lishi kerak. Maktabga, maktabda, maktabdan, maktabni misol uchun-da. Demak, pastga tushsak, biz 3-punktga kelamiz. O'ylaymanki, 2-punkt nima uchun muhim ekanligini tushunib oldingiz. Gapning zamonini aniqlash deyapti 3-punktimizda. Demak, o'tgan zamon, hozirgi zamon, kelasi zamon yokida be going to bo'lishi ham mumkin-da, o'sha moqchi yokida can could va hokazo. Xullas kalom, 3-punktda biz gapni strukturasini topib olishimiz kerak. Qaysi struktura bo'yicha bu gap kelyapti? Va 4-punkt eng muhim punktlardan bittasi bu ham. 1 va 3-punktlardan kelib chiqib, mos formulani topib, shu formula asosida gapni tarjima qilish deyilgan. Demak, 1-punktimiz nima deyapti? Gapning turini aniqlash. 3-punktimiz nima deyapti? Gapning zamonini aniqlash. Demak, 1-punkt bilan 3-punkt bizga aynan qaysi zamonning qaysi formulasidan foydalanish kerakligimizni aytadi. Tushunarli? O'sha gap uchun. Ya'ni zamonlarda bizda formulalar mavjud, to'g'rimi? Misol uchun hozirgi o'tgan va hozirgi zamonlarda bizda umumiy hisobda 7 ta formula mavjud. Ya'ni 3 ta holat, 4 ta harakat formulalari. O'sha 7 ta formuladan qaysi birini ishlatishimiz kerak? Bu narsani bizga 1-punktimiz aytadi va 3-punktimiz aytadi. Demak, o'ylaymanki, oltin qoidani tushunib oldingiz. Tabiiy ravishda bu narsani yodlashingiz shart. Ana endi biz misollarga o'tsak, misollarda tushunishimiz osonroq bo'ladi. Birinchi navbatda holat gaplardan boshlaymiz. Demak,
Bolalar tashqarida edilar. Oltin qoida bo'yicha birinchi navbatda gapning turini aniqlab olishimiz kerak. Ya'ni mana bu gapning turi qanaqa? Holat. Bolalar tashqarida edilar. Nima uchun holat? Chunki bu yerda nima qilmoq so'rog'iga javob beradigan so'z yo'q. Ikkinchisi bu oddiy darak, ya'ni xabar berilyapti bolalar tashqarida bo'lganliklari to'g'risida. Va uchinchisi bosh gap, ya'ni o'zi ishlatilganda to'liq tugallangan ma'no beradigan, tushuniladigan ma'no beradigan gap bosh gap deyiladi, to'g'rimi? Mana o'sha gapimiz o'zi ishlatilyapti va ma'nosini biz tushunyapmiz. Xo'p, ikkinchisi bu gapni qismlarga ajratib chiqish. Demak, mana o'sha misolimiz, mana biz gapni qismlarga ajratib chiqdik. Bolalar so'ziga so'roq berdik, kim bo'ldi? Ya'ni buni subject deb belgiladik. Tashqarida so'ziga qayerda deb belgiladik. Ya'ni place bo'ldi va edilarni to be qildik. Nima uchun edilarni to be qildik desak, biz oldin 3-punktimizga qarashimiz kerak. Ya'ni gapning zamonini aniqlash. Gapning zamoni bizda o'tgan zamon, ya'ni past simple, holat deyapti, to'g'rimi? Mana to be, biz boya edilarga to be deb yozgandik, to'g'rimi? Mana to be ni tarjimasi bo'lmoq ekan. Ana endi qaraymiz, o'tgan, hozirgi, kelasi zamon uchun-da past tense qildik, to'g'rimi? To be o'tgan zamon uchun tarjimasi bo'lgan edi ekan. Ya'ni mana o'sha edilar. Edi, ya'ni bo'lgan edi. Uchalasidan bittasi. Bu yerda aynan edisi bor va biz uni to be deb belgiladik. Ana endi to be o'tgan zamon uchun shakli qanaqa ekan? Was, were ekan. Ya'ni mana bu was, were'ning tarjimasi bo'lgan edi. Mana shu 3 ta tarjimani berar ekan. Demak, mana bu formuladagi to be ni o'rniga bizda yoki was yoki were kelishi mumkin ekan. Buni ham tushundik degan umiddaman. Ana endi 4-punktimiz bu formula. Biz birinchi formula deb belgiladik. Boya bizda holatda nechta edi? Holat edi, to'g'rimi gapimiz? O'tgan oddiy zamon edi. Nechta formulamiz bor edi? 3 ta formulamiz bor edi. 1, 2, 3 ta formula. Biz eng birinchisini belgiladik. Nimaga? Chunki gapimiz oddiy darak gap. Ya'ni birinchi formula bizda oddiy darak gaplar uchun. Ana endi bizni vazifamiz nima? Bizning ishimiz juda ham oson. Oltin qoidaning o'zi bizga gapni tarjima qilib beradi. Biz faqatgina oltin qoidaga amal qilsak bo'ldi. Demak, mana bu yerda biz gaplarni qismlarga ajratib, so'zlarga so'roq berib chiqdik, to'g'rimi? Endi bizni vazifamiz mana shu o'zbekcha so'zlarni inglizchaga tarjima qilish va birinchi formulaga qo'yib chiqish. Birinchi formulaga qanday qo'yamiz desak, mana tagida hammasini belgilab chiqqanmiz, to'g'rimi? Ya'ni qaysi so'z qayerda kelishi kerakligini bizga formulani o'zi ko'rsatib qo'yadi. Ana endi pastda misolda qarasak, the students were outside. O'quvchilar, bolalar tashqarida edilar. Subject to be object. Ya'ni mana bu objectning ichiga pl kiradi dedik boya. Agar teparoqqa chiqadigan bo'lsak, biz xuddi o'sha formulani ko'ramiz. Subject to be object. Demak, endi navbat harakat gaplarga. Bizda harakat gaplarda umumiy hisobda 4 ta formula mavjud. Ya'ni mana o'sha 4 ta formulalar, to'g'rimi? U yakshanba kunlari maktabga bormaydi. Bu darakli inkor gap ekan. Demak, oltin qoida bo'yicha birinchi punktimiz gapni turini aniqlash. Darakli inkor gap, ya'ni maydi inkor etyapti va shu bilan birga xabar beryapti. Harakat gap. Nimaga? Chunki bormoq fe'li bor mana, bormaydi. Bosh gap, ya'ni o'zini gapni ma'nosini biz tushunyapmiz. Xo'p, ikkinchi punktimiz gapni qismlarga ajratish. U kim? Yakshanba kunlari. Qachon? Time, ya'ni object ichiga kirib ketadigan time. Qani edi bizda objectimiz? Formulada mana o'sha objectimiz. Object ichiga time kirardi. Agar tepaga chiqadigan bo'lsak, mana object, adjective, noun, place, time. Time bizda vaqt, qachon edi, to'g'rimi? Maktabga, qayerga, place, o'rin, joy, bor, nima qilmoq, ya'ni bormoq, bu yerda bormoq, nima qilmoq, verb, ya'ni fe'l, maydi, bu doesn't, ya'ni inkor. Mana o'sha maydi, inkor gap, to'g'rimi? Xo'p, hozirgi oddiy zamon, ya'ni 3-punktimiz gapni zamonini aniqlash edi. Present simple tense, harakat. Qaysi formula? 5-formula. Nimaga 5-formula? Chunki biz boya formulani ko'rganda aytdik. 4-formula oddiy darak gaplar uchun dedik, 5-formula darakli inkor gaplar uchun dedik. Ana endi misolga qaytsak, mana misolda formulamizda 5-formula belgilangan. Demak, she doesn't go to school on Sundays. U o'sha yakshanba kunlari maktabga bormaydi. Formulamiz subject, don't, doesn't,
verb object. Qani bir solishtiraylikchi, to'g'ri kelarmikan shu bilan? Subject don't, doesn't, verb object. Oltin qoidani ishlatish orqali biz nima qilyapmiz? Shunchaki gapni mana qismlarga ajratyapmiz. So'zlarni o'zbekcha so'zlarni inglizchaga tarjima qilyapmizda, shunchaki formulaga keyin nima qilyapmiz? Qo'yib chiqyapmiz va gapimiz tayyorgina bo'layapti. Keyingi misol future simple tense. Kelasi oddiy zamon. Demak, future simple da bizda 4 ta formula mavjud ekan. Mana bu 4-formula juda ham keng ishlatiladigan formula, faqatgina future simple da emas. Buni o'sha ko'pgina zamonlarda ham yoki strukturalarda ham ishlatish mumkin. Hozir mana shu yerda buni ko'rishimiz mumkin. Bu endi birozgina qiyinroq misol, chunki bu yerda ikkita gap mavjud. Biz kompaniya aksiyalari tushib ketadi deb o'ylamagan edik. Bu gapni tarjima qilish qanday bo'ladi? Mana bu yerda men ranglarga ajratib qo'ydim. Nimaga? Chunki bu yerda ikkita gap bor va aynan shuning uchun ham oltin qoidamiz ham bu yerda nechta? Ikkita. Bittasi ko'k bilan, bittasi sariq bilan ajratilgan. Demak, ko'k bilan ajratilgan gap. Kompaniya aksiyalari tushib ketadi deb. Demak, kompaniya aksiyalari. Bu hozir mana bu darak gap. Nimaga? Chunki xabar berilyapti-da. Ikkinchisi harakat gap. Nimaga? Chunki tushib ketmoq degan narsa bor va uchinchisi bosh gap. Ikkinchi punktimiz biz nima qildik? So'zlarni qismlarga ajratib so'roq berib chiqdik. Ya'ni kompaniya aksiyalari nimalar? Subject, tushib ketadi, nima qilmoq? Verb. Ana endi uchinchisi bu future in the past. Xo'p, oxirgisi bu 4-punktimiz formula, to'g'rimi? Future simple 4-formulasi asosida. Ya'ni future simple 4-formulasi asosida. Men bu aytdim-ku, formula 4-formula, mana bu formula kengroq ishlatiladi deb. Mana bu yerda aynan 4-formuladan foydalanamiz ekan. Mana shu gap uchun. Demak, ikkinchisi bu sariq bilan belgilangan. Nima deyapti? Darakli inkor gap, harakat gap. Demak, biz o'ylamagan edik deyapti. Nima uchun darakli inkor? Chunki magan, mana didn't, mana magan, mana shu magan inkorni beradi bizga. Demak, va shu bilan birga xabar berilyapti, to'g'rimi? Keyingisi harakat gap. Nimaga? Chunki o'ylamoq fe'li mavjud bu yerda. Bosh gap. Biz o'ylamagandik desa, siz bemalol gapni ma'nosini tushunasiz. Shu uchun ham bosh gap deyapti. Okay, past simple harakat. Past simple harakat 4-formula. Future simple 4-formulasi asosida. Ya'ni past simple zamonida, past simpleda ham bizda umumiy hisobda 7 ta formula bor, 3 ta holat, 4 ta harakatniki. Mana shu 4-formula deyilyapti. Ya'ni past simple ning 4-formulasi. Xuddi present simple ni 4-formulasiga o'xshab, mana 4-formula. Bu present simpleniki-da es qo'shimchasi qo'shiladi. Past simple'da bu yerda ed yokida ikkinchi, mana bu fe'lning ikkinchi shakli. Past simple ham, present simple ham umumiy hisobda formulalar juda ham o'xshash. Xo'p, pastga qaytadigan bo'lsak, biz nima dedik? Past simple 4-formula. Future simple 4-formulasi asosida bo'lyapti. Ya'ni future simple 4-formula bizda nechta gapni ichiga olardi? Mana bitta virgulgacha, uzr, mana bu yoqqacha ekan. Expectdan keyinda va mana bu slashdan keyin ham bizda yana nima turibdi? Yana boshqa ikkinchi gapimiz ham turibdi. Mana shu formula asosida gapni tarjima qilamiz endi. We didn't think. Biz o'ylamagan edik the company shares would fall. Kompaniyaning aksiyalari tushib ketadi deb. Ko'ryapsiz-a? Bu yerda ham agar gapimiz ikkita bo'lsa, demak biz ikkita oltin qoida qilamiz. Gapimiz bitta bo'lsa, bitta oltin qoida qilamiz. Gapimiz qanchalik qiyin bo'lmasin, biz oltin qoidadan foydalanishimiz mumkin. Ana endi keyingi misolga o'tsak, keyingi misolimiz ergash gapli qo'shma gap. Ya'ni when if clause-da. Xo'p, bu yerda ham nechta gap bor? Bu yerda ham ikkita gap bor. Mana bitta subject verb object, bitta gap. When if subject verb object bu ikkinchi gap. Xo'p, pastga tushsak, bizda aytilyapti, o'zi ishlatilganda tugallangan ma'no beradigan gap bosh gap. O'zi ishlatilganda ma'no bermaydigan gap ergash gap. Ergash gap har doim bosh gap bilan birga ishlatiladi, deyapti. Pastga tushamiz. Uyga yetib borganimda senga qo'ng'iroq qilaman. Xo'p, bu yerda ham nechta gap ekan? Ikkita gap ekan. Demak, bu yerda nechta subject bor? Ikkita subject bor. Demak, bu gapga ham nechta oltin qoida qilamiz? Ikkita oltin qoida qilamiz. Xo'p. Birinchisi uyga yetib borganimda qanaqa gap? Darak gap. Xabar berilyapti, to'g'rimi? Oddiy darak gap, bu yerda hech qanaqa inkor narsa yo'q. Ikkinchisi harakat. Nima uchun? Chunki bormoq degan fe'l bor. Uchinchisi ergash gap. Nimaga ergash gap?
Agarda men gapni shunchaki o'zim tugatib qo'ysam, ya'ni uyga yetib borganimda desamda boshqa hech qanday qo'shimcha gap aytmasam, siz hech narsani tushunmaysiz. Ya'ni ma'nosi chala gap bo'ladi. Shuning uchun ham ergash gap bu. Keyingi punktimiz, ikkinchi punktimiz, gapni qismlarga ajratib chiqish. Men uyga yetib borganimda, ya'ni gap men haqimda gap ketyapti, to'g'rimi? Shuning uchun men bu yerda yashirin, ya'ni egamiz yashirin bo'lib qolgan, lekin ikkinchi punktda biz o'sha egani qo'shib ketdik. Kim uyga, qayerga yetib borganimda nima qilmoq? Biz buni hozir qismga ajratib oldik. Hozirgi oddiy zamon present simple harakat. Biz bilamizki, when if clause'da future simple ishlatilmaydi, ya'ni ergash gap bilan birga. Shuning uchun ham present simple harakat bo'ldi bu. Demak, keyingisi 4-formula. When if strukturasi asosida. 4-formula. Nimani 4-formulasi? Present simple 4-formulasi. Nimaga? Chunki gapimiz oddiy darak gap. Tushunali? 4-present simple ning 4-formulasi. Ana endi pastga tushsak, bizda keyingi gap, ya'ni senga qo'ng'iroq qilaman. Harakat, telefon qilmoq bosh gap, chunki o'zini aytganda tushunyapmiz va darak gap, ya'ni xabar berilyapti. Xo'p, qismga ajratildik. Men senga telefon qilaman-da. Men kim senga bu object pronoun va qo'ng'iroq qilaman, ya'ni nima qilaman, nima qilmoq fe'l. Subject, verb, object degan narsa bizda bu yerda bor. Kelasi zamon future simple harakat, birinchi formula when if strukturasi asosida deyapti. Demak, future simple ning birinchi formulasi. Biz tepaga chiqamizda future simple ni izlab topamiz formulasini. Mana o'sha birinchi formula. Subject, will, shall, not, verb, object. Demak, mana shu formula asosida bo'lar ekan ikkinchi gapimiz. Pastga tushamizda endi gapni tarjimasini ko'ramiz. I will call you when I get home. Uyga yetib borganimda senga telefon qilaman, senga qo'ng'iroq qilaman. Strukturami? Albatta struktura. Subject, will, verb, object. Izlaymiz. Subject, will, verb, object. Qayerda edi o'sha formula bizda? Subject, will, verb, object. Demak, formula asosida qildik. Ana endi ikkinchi gapni solishtiramiz. When subject, verb, PL, object. Demak, PL bizda object ichiga kirib ketadi, to'g'rimi? Ya'ni o'rin joy. Demak, when subject, verb, object. Ana endi buni ham formulaga solishtiramiz. When subject, verb, object. Demak, hozirgi gapimiz mana ikkinchi formula asosida bo'ldi. Birinchi formula bilan ikkinchi formulaning umuman farqi yo'q. Ya'ni when if clause'da xohlaganingizni yozishingiz mumkin. Lekin bu gapimiz aynan ikkinchi formula asosida bo'ldi hozir. Subject, verb, object. Undan keyin when, subject, verb, object. Mana bu subject, verb, object zamoniga qarab o'zgarishi mumkin. Har qanday zamonda, har qanday strukturada kelishi mumkin. Demak, misolda yana bir marta o'rganib chiqamiz. I will call you when I get home. Uyga yetib borganimda senga telefon qilaman. Har qanday gapni mana shu oltin qoidadan foydalangan holda tarjima qilishimiz mumkin. Tabiiy ravishda hozir video darslik birozgina cho'zilib ketdi, lekin agar siz oltin qoidani ishlatishni o'rgansangiz, boshida bir haftacha birozgina qiyin bo'ladi. Qaysi ma'noda? Siz hammasini tizim asosida qilishingiz kerak. Struktura asosida qilishingiz kerak. Lekin 2,5-3 haftadan keyin oltin qoidani doimiy tarzda ishlatib gaplarni tarjima qilishni boshlaganingizdan keyin siz oltin qoidaga umuman muhtojlik sezmay qolasiz, chunki gapga qarash bilan gap avtomatik tarzda miyangizda tarjima qilinadi oltin qoidasiz. Lekin o'sha darajaga olib borish uchun siz oltin qoidadan foydalanishingiz kerak. Xonimlar va janoblar, shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Umid qilaman, ancha og'riqli muammongizni yechimini bugun topa oldingiz deb. Oltin qoidani PDF formatda rasmiy Telegram sahifamizdan topishingiz mumkin bo'ladi. Har qandayda birinchi navbatda bu grammatika emas, aksincha bu eshitish va gapirish. Ko'pchilik ancha yillar vaqt sarflaydi o'sha tilni o'rganishga grammatika orqali va natijada bir necha yildan keyin ham ingliz tilida ikkita gapni bir-biriga bog'lay olmay turadi. Agar oralaringizda shunday odamlar bo'lsa va o'zlarining og'zaki nutqlarini, ya'ni ingliz tilida gapirishni rivojlantirmoqchi bo'lsa yoki gapirishni o'rganmoqchi bo'lsa, men maxsus 90 kunlik kurs tayyorlaganman. Ushbu kursda keltirilgan materiallarni o'rganish va kundalik hayotingizda qo'llash orqali siz ingliz tili darajangizni, ya'ni ingliz tilida gapira olish qobiliyatingizni mutlaqo yangi va erkin darajaga ko'tarishingiz mumkin bo'ladi. Link descriptionda men bilan bog'lanib kursga yozilishingiz mumkin. Keyingi darsda ko'rishguncha, xayr.